yosh qizga uylanasan. Oy yuragim. Ularga turgan ekansan-da. Ha yo'q, yurak dorim tugab qopti, aptekaga borib keling. Aytyapsan. Bor, quruq qolasan, baxtingni top. Bizni uchrashtirdi ilohiy taqdir. O'zimdan og'rindim, ishqdan og'rindim. Aygul, ana qaysi Unaqasi yo'q, kerak emas menga qarz xotin. Doldir, boshingda baxt qolib turibdi. Yo'q, Seni yaxshi ko'rib qolsa, Koreyaga olib ketadi. men 30 ga kirganman-ku. Menga tegaveramikin, ha? Oshqovoq, Koreyada 40 ga kirganlar uylanishadi. Koreyaga ketish uchun koreys tilini bilishing kerak. To'g'rimi, ya? Ne, 좋아요. Meniki erim yo'q. Menga ketasizmi? Voy, uka, buni tilini qayerda o'rganaman? Mana Asaka Globesda Oxford Live o'quv markazi qaniki? Malakali ustozlar mana shu yerdami? Ha, deyapman, ketdik aka. 우리 가족은 다섯 사람 있어요. Barakalla, ancha o'rganibsiz, a? 저는 유진아 같이 한국에 갈 거예요. 아이고. 유진아! Jo'sana. Nima balo deyishyapsan? Endi Koreyaga ketamizmi? Hech kim hech qayoqqa ketmaydi, bo'ptimi?